Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga 7tech hamda Media korxonalari bilan birgalikda qilingan ajoyib muzlatgichimizni taqdim etamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu muzlatgichimiz juda ham zamonaviy hamda futuristik dizaynga ega. Sizning qulayliklaringizni o'ylagan holatda eshikning o'ziga sensor panellarini ishlab chiqarishgan. Bo'yi 1.90 ga 83 hamda 515 litr hajmga ega. Ana endi muzlatgichimizni ichki dunyosiga sayr qilamiz. Eshikni ochishingiz bilanoq sizni ajoyib dizayndagi LED lampa kutib oladi. Bu yerda turgan barcha jihozlarni ishlab chiqarishda yuqori sifatli mahsulotlardan foydalanilgan. Muzlatgichning o'zi inverter hisoblanadi va Total No Frost sistemasiga ega. Ko'rib turgan barcha metal qismlar zanglamaydigan metaldan yasalgan bo'ladi. Fresh Cooling sistemasi ichidagi haroratni muntazam ravishda ushlab beradi va mahsulotlaringizni sveji qilib ushlab turadi. Pastki qismlarga keladigan bo'lsak, bu yerda meva hamda sabzavotlarimiz uchun alohida tortmalar qilib qo'yishgan. Va muzlatgichimizni ajratib turadigan tomoni bu variable zone hisoblanadi. Ya'ni yeb tugatilmagan mahsulotlarni bu yerga qo'yib qo'ysangiz, 0 gradusda boshqa mahsulotlarga hidi chiqmagan holatda sveji ushlab beradi. Ana endigi navbat muzlatgichga. Ushbu muzlatgichimiz dunyoga mashhur bo'lgan 4-star ekosistemasi bilan jihozlangan bo'ladi va ko'rib turganingizdek 6 ta javonimiz bor. Ularning ikkitasi esa treyler javonlar hisoblanadi. Qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring va sotuv menejerlarimiz albatta siz bilan bog'lanishadi. Sizlar bilan 7tech bo'ldi.